Surxondaryodagi eng xunuk bolani topdimmi deyman-da. Va alaykum assalom. Gajon bu sochni kim olgan sochni? Bir sartaroshga oldirdim. Bash tashadi sochimni. Sochingni yomon yemabdi ukajon. Nima siz sartaroshmisiz? Yo'q, men barberman ukajon. Agar xohlasang, men soch turmagingni o'zgartirib, o'zingga yarashadigan qilib beraman. Faqatgina senga yoqsa pulini berasan, yoqmasa xudo xolasa senga bepul bo'ladi. Lekin sal pulim kamroq edi aka. Men senga aytyapman-ki, yoqsa pulini berasan, yoqmasa sen bilan mana shu bepullikka xayrlashamiz. Buyur. Surxondaryoning eng xunuk odamini chiroyli bolaga aylantirib qo'ydik. Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha inshaalloh narsa bir sababchi bo'ldik. Sochlarimiz qanday bo'ldi? Aka vafshi zo'r chiqdi, menga juda yoqdi. Surxondaryoning eng krasavchik bolasi bo'lasan. Salomat bo'l, ko'rishguncha narsa. Barber shopimizga kelganingizda xursandmiz deydik-ku. Xudo xolasa keyingi proyektlarda qatnashishni so'rab qolamiz. Salomat bo'l.